Assalomu alaykum qadrli saboqdoshlar. Bir saboqdosh shu ingliz tili grammatiki darslarini ko'proq chiqarib bergan bo'lsangiz, chunki ingliz tili grammatiki darsliklari degandek yetarlik darslar yo'q degan bir taklifni va bir talabni o'tirib qo'ygan. Albatta, men shu kanalni boshlagandan keyin yangi fuqum ingliz tili degan derslik kitap, Yangi fuqum ingliz tili jami 4 qism derslik kitap. Şu 4 qism derslik kitapning hammasini chiqarib, shu kanalimga chiqarib bo'lgan. Endi saboqdoshlar, bu Yangi fuqum ingliz tili bilan bu ingliz tili grammatikasining munosabati qanday deb mendan savol so'rash mumkin. Endi Yangi fuqum ingliz tili birinchi qismdan toki 4-qismgacha qurilmani asos qilgan. Qurilma degani nima? Qurilma deganimiz jumla qurilmalari. Ya'ni qurilma deganimiz jumla qurilmalari, ya'ni shu grammatika. Ya'ni Yangi fuqum ingliz tili birinchi qismdan toki 4-qism tugaganga qadar butkul ingliz tilidagi muhim bilishga tegishli cho'qim ingliz tili o'rganuvchilar, ya'ni ingliz tilini chet el tili sifatida o'rganuvchilar o'rganishga tegishli grammatika nuqtalarining har birini intayin qadam bosqichli holda tushuntirib bergan. So'zlik o'rganish bilan birga qurilma, jumla qurilmalari, ya'ni grammatikani intayin puxta o'rganishni asos qilgan bir dars kitob. Bu darslik 4 kitob, bu dars kitoblarni tafsiliy darslik qilib men o'tib shu kanalga chiqargan. Bu kanalninki agar topolmasangiz shu kanalga kirib mana home degan shu kanaldagi home ni ko'rdingiz. Homening endi videos, filmlar, ya'ni home degan boshpat, and then videos, filmlar. Shu videosning qishida playlists degan, ya'ni şu derslik toplamları deb tushunsak bo'ladi. Derslik toplamları yoki film toplamları degan film toplamlarini bassangiz, ichida Yangi fuqum ingliz tili birinchi qism darslari, Yangi fuqum ingliz tili ikkinchi qism darslari, Yangi fuqum ingliz tili uchinchi qism darslari, Yangi fuqum ingliz tili to'rtinchi qism darslari degan ders toplamları bor. Shu toplamning ichiga kirib bir-birlab darslarni anglab qitirqinib o'rgansangiz, buningda grammatika intayin tafsiliy so'zlangan. Ham bu Yangi fuqum ingliz tili darslarini so'zlagan vaqtda men nimani asos qilib so'zlagan deganda, men ekranga chiqmay, balki shu kitobdagi dars mazmunini asos qilib so'zlagan. Shuning uchun ekranga qarab o'rganishingizning hojati yo'q. Faqat shu kitobni, masalan, balkim shu kitob ba manbadan keltira olasiz. Belki nurg'un shu Uyg'ur tili kitoblarini sotadigan kitobxonalar bo'ladi. Shu bilan aloqalashib, shu Yangi fuqum ingliz tili kitobini setib olib, akilib, shuni ichib turib, bu darslarni anglab o'rgansangiz bo'ldi. Men saboqdoshlarningki shu taklifi va talabiga beradigan tunji javobim bu. Ya'ni men chiqargan darslar shu grammatika darslari. Shuning uchun bu darslarga astoydil muomala qilgan bo'lsangiz degan taklifni beraman. Yana birsi, yana boshqa grammatika darslarini o'tamdimi deganda, albatta o'taman. Men speak fluent English, ravon ingliz tilida so'zlang yoki ingliz tilini ravon so'zlang degan bir kanalni ochgan. Ya'ni bu hozirgi mush kanaldan boshqa Speak Fluent English degan bir kanalni ochgan. Yaqinda ochdim uni 2-oyninki keyingi yerimidan boshlab. Shu kanalda ingliz tili shu talaffuz, ingliz tili grammatika, undan boshqa ingliz tili so'zliklari qatorliq mazmunlarni inglizcha muhitda turib darslik qilib o'tadigan bir kanal. Bu kanalga ham agashsangiz, bu kanaldagi darslarni anglasangiz, buningda grammatika, talaffuz, shundaqla so'zliklarning darslari to'xtamay har hafta yangilanib chiqib turdi. Bu kanalga agar topolmasangiz, yanala mushu kanalninki shu boshpatga kirib home
bayatı mengen videos, şu playlists degenin ahırıra qarsanız channels dep bir şu bir konup gibi, yani bir tallaşpa. Şu channels'ını bassanız, şunun içinde Speak Fluent English degen kanalını görələysiz. Şununğa subscribe qılıb degenim şununğa əgəşsiniz. O kanaldımı taqtılğan filmlərini dəl vaxtıda görüp, ügünüp mağalaysız. Şu kanalda gramatik dersleri, telaffuz dersleri ve şundaqla sözlük dersleri üzlüksüz çıkıp durdu.